Assalomu alaykum hammaga. Siz My Anime News kanalidasiz. Bugungi videoda sizlar bilan Titanlar hujumi animesidagi 9 ta asosiy titanlar haqida gaplashamiz. Video qiziqarli bo'ladi, shu uchun oxirgacha ko'ringlar. Qanunda boshladik. Birinchi titan Ymir Freeze'dan boshlasak, u butun dunyodagi birinchi titan va 9 ta asosiy titanlarning boshlanish nuqtasi va titanlarning tarixi, yaralish haqida kanalda video bor, bemalol o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Davom etamiz. Ymir Freeze 2000 yil oldin paydo bo'lgan 240 metrli titan qochib yurib ulkan taraxtishdagi hayot manbai bilan birlashadi va titan kuchini oladi. Ymir titani asosiy titandan keyin kattaligi bo'yicha ikkinchi o'rinda turadi, ya'ni Erendan keyin. Ymir Eldi uchun ko'p katta janglarda qatnashgan va hammasida g'olib bo'lgan. Qirol Fritz Ymirni urush quroli sifatida ishlatadi. Ymir vafot etgach, tanasi 3 qiziga yediriladi. Maria Rossinaga keyin kuch 9 asosiy titanlarga bo'linib ketadi va shuni esingizdan chiqarmaylar, 13 yillik qoidasini. Kim asosiy titanni olsa, 13 yildan ortiq yashamaydi. Sababi Ymir 13 yil yashagan. Birinchi asosiy titan hujumchi titan. Hujumchi titan 15 metr va og'irligi 20 ming tonna. Hujumchi titanni Eren Kruger, Grishi Yeager va Eren Yeager boshqargan. Hujumchi titan kelajak xotiralarini o'tmishga o'tkazadi. Hujumchi titanning irodasini sindirib bo'lmaydi va juda kuchli. Reanimatsiyaga ega, kelajak, o'tmish hammasini ko'ra oladi. Gapirsa gap ko'p va hujumchi titan, ayol titan, zehri titan, Warhammer titani va jag'li titan va asosiy titan bilan jang qilgan. Va ko'plab bilmaydigan bir qobiliyati, hujumchi titan asosiy titanga bo'ysunmaydi. Har doim ozodlik uchun harakat qiladi. Ikkinchi titan asosiy titan, kattaligi o'zgaruvchan va 300 metrdan baland. Asosiy titanni Ymir Freeze, Fritz Reis va Eren Yeager boshqargan. Kuchlari juda ko'p. Xotirlarni o'zgartirish, titan yaratish, o'ldirish, boshqarish, devorlarni qarsa titanlardan ozod qilib yer titashni boshqa kuchlari bor, lekin qirollik qoni bo'lmasa to'liq ishlamaydi. Eren asosiy titan kuchi bilan yerning 80% aholisini yo'q qilgan. Xullas, 9 asosiy titanlarda ichida eng kuchlisi suv asosiy titan bo'ladi. Uchinchi titan zirhli titan, bo'yi 15 metr, tanasi to'liq zirh bilan o'ralgan. Boshqaruvchisi Rainer Braun va zarbasi ham juda kuchli. Shunga yarasha kamchiliklari bor. Tezligi sekin, zirhi hisobiga, lekin zirhlardan voz kechib tezlasha oladi. Ikkinchi kamchiligi esa Hanjo'la topgan Thunder Spear quroli. O'zichasi esimdan chiqib qoldi. Xullas, zirhli titan Titanlar hujumi animesining asosiy titanlardan, ya'ni uning ekran vaqti ko'proq. Eren va yana bitta titandan keyin turadi. Ekran vaqti bo'yicha 4-titan ayol titan. Ayol titan 14 metr. Boshqaruvchisi Annie Lionheart. Ayol titan qichqiriq bilan titanlarni boshqarish, tanasini qattiqlashtirish, boshqa titan kuchlarini qisman olish qobiliyatlariga ega va yaxshi jang ham qiladi. Lekin uni animeda faqat animening boshida va oxirida ko'rsatishadi. U Erenni yengadi va Eren ham Annieni yengadi. 5-titan hayvonsimon titan, bo'yi 17 metr, ko'rinishi maymunga o'xshaydi va qo'llari juda uzun. Boshqaruvchilari Tom Xaver va Zig Yeager. Asosiy kuchlari uloqtirish va qirollik qoni. Eren aynan Zig bilan asosiy titan kuchini ishlatadi va o'zi Zig Erenni boshqarib o'z rejalarini ishlatmoqchi bo'ladi, lekin Eren baribir boshqaruvni o'z qo'liga oladi. Hayvonsimon titan haqida gapiradigan gap ko'pmas. 6-titan Kalsal ulkan titani. Kalsal titanning bo'yi 60 metrdan baland va og'irligi 70 ming tonnaga boradi. Boshqaruvchilari Bertolt Hoover va Armin Arlet. Uning asosiy qobiliyati va kuchi kattaligida va titanga aylanganda yadroga o'xshash portlash hosil qilib, atrofdagi hamma narsani yo'q qiladi. Issiq bug' bilan o'zini himoya qiladi va asosan shaharlarni yo'q qilish uchun ishlatiladi. Kamchiligi esa sekinligida, tanasi katta bo'lgani uchun sekin harakat qiladi. Kalsal titani Shiganshina, Tros va final janglarida qatnashgan. 7-titan Warhammer urush bolg'asi titani, bo'yi 15 metr. Boshqaruvchilari esa Tibur oilasi va Lara Tibur. Urush bolg'asining qobiliyatlari juda zo'r, ya'ni qanaqadir moddadan xohlagan qurolni yarata oladi. Agar men endi xayolimga kelib qoldi, agar urush bolg'asini Erwin Smith boshqarganda, Erwin zirhli titanni ham, Erenni ham va yana boshqa titanlarni ham yengardi. Chunki urush bolg'asi titanning potensiali baland va kuchli. 8-titan jag'li titan, bo'yi 5 metr. Boshqaruvchilari esa Marcel Ymir, Porco va Falco. Falcoga kelib, titan mutatsiyaga uchrab, kattalashib, qanot o'sib chiqadi. Jag'li titanning kuchi nomi bilan jag' va tirnoq. Jag'i bilan eng qattiq jismlarni ham maydalay oladi va juda tez harakatlanadi. Chaqqon. 9 va oxirgi titan yuk tashuvchi titan, bo'yi 4 metr. Boshqaruvchisi Big Finger.
ikkita asosiy qobiliyati bor. Birinchisi bu titan holatida juda ko'p vaqt qolish. Yuk tashuvchi titan 2-3 oylab titan ko'rinishda qola oladi. Ikkinchisi esa og'ir qurollarni ko'tarib yura oladi. Bu qurollar bemalol titanlarni o'ldirishga yetadi. Xullas shular, ko'p emas, kam emas 9 asosiy titanlar haqida gaplashdik va 9 titan 9 xil qo'rquv va kuch timsolidir. Bugungi videoda sizlar bilan 9 asosiy titanlar haqida gaplashdik va video haqida va anime haqida savollar bo'lsa, kommentariy ochiq bemalol savollarni berishingiz bo'ladi. Oxirgacha ko'rganlar uchun esa rahmat. Shunaqa qiziqarli videolarni chiqaraman. Shu uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, shunga o'xshagan qiziqarli videolarni o'tkazmaslik uchun qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Bosib qo'ygan bo'lsangiz hozircha xayr. Keyingi shunga o'xshagan qiziqarli videolarda ko'rishguncha. Darkwave. Break it down. Darkwave.